Assalomu alaykum. Men Habibozoda Sharif Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali talabasiman. Bugun biz sizlar bilan pedagog muloqotning o'ziga xos xususiyatlari va funksiyalari mavzusini ko'rib o'tamiz. Buni 3 ta rejaga bo'lib oldim. Birinchi rejamiz pedagog muloqotning mohiyati va o'ziga xos xususiyatlari. Ikkinchi rejamiz pedagog muloqotning asosiy funksiyalari. Uchinchi rejamiz pedagog muloqotning samarali tashkil etish shartlari. Bunda pedagog muloqotning mohiyati buni 3 ta qismga bo'lib oldim. Birinchisi, pedagog muloqot ta'rifi va uning ta'lim jarayonidagi o'rni muhim hisoblanadi. Bu muloqot o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ma'lumot almashish va tushunish ta'minlaydi. Ikkinchisi, muloqot jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'zaro ta'sir qiladilar. Bu esa o'qitish va o'qish samaradorligini oshirib boradi. O'zaro ta'sir o'quvchilarning motivatsiyasini va faolligini ta'minlaydi. Uchinchisi, pedagog muloqotning asosiy xususiyatlari ochiqlik, samimiylik va o'zaro hurmatga asoslangan. Bu xususiyatlar muvaffaqiyatli ta'lim muhitini shakllantirish uchun zarurdir. Keyingisi pedagog muloqotning o'ziga xos xususiyatlari. Bunda kontekstual, interaktiv va dinamik bo'lish pedagog muloqotning asosiy xususiyatlaridir. Kontekstual muhim shartlarni ta'sirini anglash, interaktivlik ikki tomonlama faol fikr almashinuvi, dinamika o'zgarishlar va moslashuvchanlik o'qituvchining roli va muloqot o'zgaruvchanlik va muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Pedagog muloqotning asosiy funksiyalari buni 3 ta qismga bo'lib oldim. Birinchi qismimiz pedagog muloqoti ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. U bilimlarni yetkazish va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash imkonini beradi. Ikkinchisi, muloqotning asosiy funksiyalari orasida ma'lumot almashinish, motivatsiya va qo'llab-quvvatlash, fikr va baholash bilan o'zaro aloqalar kiradi. Bu jarayonlar ta'lim sifatini oshirib boradi. Uchinchisi, o'qitish va o'rganishda muloqot muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. U o'quvchilarning faol fikr birlashishlari va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Keyingisi, muloqot motivatsiyani oshiradi va hamkorlikni rivojlantiradi. Bunda pedagog muloqotni samarali tashkil etish 2 qismga bo'lib oldim. Birinchisi, ahamiyat va asosiy tamoyillar. Buni ham 2 qismga bo'lib oldim. Samimiy va ochiq muhit yaratish pedagogik muloqotni samarali tashkil qilishda muhim hisoblanadi. Bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ishonch va ochiq muloqotni ta'minlaydi. Ikkinchisi, muloqot prinsiplari ma'lumotlar almashish va tinglash, o'zaro hurmat, tushunishni rivojlantirishga asoslanadi. Bu tamoyil o'quv jarayonida yanada samarali hisoblanadi. Ikkinchisi esa muloqotni tashkil etish usullari. Buni ham 2 ta qismga bo'lib oldim. Birinchisi, aniq maqsadlar belgilash, qulay muhit yaratish, interaktiv metodlar va muhokamalarni qo'llash muloqotni samarali qilishga yordam beradi. Ikkinchisi, o'quvchilar fikrlarini erkin ifoda etish imkonini berish, savollar so'rash va ishtirokni rag'batlantirish muloqotni rivojlantirib boradi. Bunda muloqotni samarali tashkil etish shartlari 3 ta qismga bo'ldim. Birinchisi, ochiqlik, samimiylik. Muloqotda ochiq va samimiy bo'lish ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Bu shuningdek muomala muhitini yaxshilaydi va bilim almashinuvni osonlashtiradi. Ikkinchisi, o'zaro hurmat va e'tibor. Muloqotda hurmat va e'tibor ko'rsatish muhim. Bu o'quvchilarning fikrlarini erkin ifoda etishga turtki bo'ladi va muomalash samaradorligini oshirib boradi. Uchinchisi, maqsadni aniqlash va muammolarni hal etish. Muloqotda aniq maqsadlarni belgilash va muammolarni samarali hal etish strategiyalarni qo'llash muhim hisoblanadi. Bunda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida muvaffaqiyatli muloqotni ta'minlab boradi. Endi xulosa qismiga kelib o'tsak, pedagog muloqotning asosiy xususiyatlari va funksiyalarini ta'kidlab boradilar. O'quvchining va o'quvchilarning o'zaro ta'siri muhim rol o'ynaydi. Muloqotning samaradorligini oshirish uchun muhim shartlar va usullar ko'rib chiqiladi. Muloqotning ta'lim jarayonida roli va ijtimoiy psixologik funksiyalarini
ko'rsatadilar.